Assalomu alaykum aziz ayollar, mehribonlarim, omonmisiz? Men bugun sizlarga Allohga oson praktikasini yoritib bermoqchiman. Bilasizmi? Minglab insonlar bu praktika bilan juda katta maqsadlariga oson, yengil erishgan va sizlarga ham ilinmoqchiman. Albatta obuna bo'lib, like bosib, qo'llab yuborasiz degan umiddaman. Chunki sizlardek barcha insonlar bu praktikadan foydalanib, o'z maqsadlariga erishishni xohlardim. Demak, boshlaymiz. Bugungi praktikamiz Allohga oson. Yozamiz. Bir oq qog'oz olasiz va ruchka. Har kuni bomdod namozingizdan keyin nimaiki maqsadingiz bo'lsa yozib boshlaysiz. Allohga oson. Demak, birinchi boshdan Bismillahirrohmanirrohim deb boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Har bir ishimizni Bismillahirrohmanirrohim, ya'ni Alloh nomi bilan boshladim degan maqsadda keyin yozamiz. Inshaalloh. Demak, qanday maqsadingiz bor? Siz mashina olmoqchisiz, yo bo'lmasam o'z uyingizga 4 xonali, 3 xonali uylarga ega bo'lmoqchisiz. Boshladik. Inshaalloh chin qalb bilan aytish kerak, yozish kerak. Inshaalloh mening yaqin uzr, xunuk yozish ketyapman, bir qo'limda kamera bor. Yaqin kunlarda, ya'ni bugungi chisloni yozasiz, oyni yozasiz, yilni yozasiz. Qaysi yilga siz shuni erishmoqchisiz? Ya'ni shu kunlarda inshaalloh mening yaqin kunlarda, ya'ni shu chislo, oy, yilda men shu rusumli avtomobilni avtosalondan to'lov qilib olib chiqishim Allohga oson. Alhamdulillah. Minnatdorman. Shukronalik keltiraman. Va yana yozamiz. Inshaalloh men boshqa qanday maqsadlaringiz bo'lsa, men masalan shunday uy olmoqchiman, shu chisloda, shu nimada, shu
Shunday uy go'zal, shinam uy olishim Allohga oson. Alhamdulillah, minnatdorman, shukronalik keltiraman. Va bularni yozib bo'lganingizdan keyin hech vaqt esingizdan chiqarmang. Oxirgi bugungi chizlo masalan 15-iyul 2025-yil va imzoyingiz qo'yiladi. Barcha maqsadlaringiz, orzularingizni yozilgandan keyin chizla yozib imzoyingiz qo'yilsin. Chunki bu yozganlaringiz tezroq amalga oshadi.